to'g'risini aytsam, menga bu yangi yil bayrami sovg'asi bo'lib qoldi. Men umuman kutmaganman. Faqat orzu qilib yurardik. Yoshligimizdan kecha ham sahnada aytdim. Sizlarni konsertingizga bizni endi biletlar qolmagan paytida darvozadan oshib tushganmiz edi, kerak bo'lsa. Qonlar chiqib, militsiya quvlagan, amallab tushganmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham. Yaxshi niyat qilganman. Alhamdulillah, Allohim ortig'i bilan berdi. Birga afsonaviy Sitora guruhi bilan qo'shiq kuyladik. Va Seyfariyada men mazza qilaman. Endi bu qo'shiq Sitoradan ham ko'ra mashhurroq. Aynan buni tanlab, aynan buni sizga taklif qilishgani siz qanaqa xursand bo'ldingiz? Men xursand bo'ldim. Bu orzuyim-ku, yoshligimdagi orzuyim va sahnada birga turib qo'shiq aytish. Vashshi fanatiman-da o'zim Sitora guruhi. Allohga tavakkal. Allohga tavakkal qildik, harakat qildik, kuyladik, qo'ldan kelgancha alhamdulillah Allohim bizani xalqimiz bilan birga podдержка qildi. Biz xursandmiz. Talqinimiz ham juda ham chiroyli chiqdi. O'ylaymanki, shunaqa bo'lsa kerak. Mana hozir umuman siz ham mana shu ashulachilik jarayonida ko'proq ko'rinyapsiz. Shunaqa. Mana shu haqida ham qisqacha bundan keyin ham ijod davom etadimi? To'ylarda ko'ryapmiz. Albatta, davom etadi. Hozir yangi qo'shiqlar ustida ishlayapmiz. Inshaalloh yangi yildan keyin havola etamiz. Balkim yangi yilgacha ham g'iybatimiz deganlar degan qo'shig'imiz bor, почти tayyor. O'shani klipini olib bo'lgandan keyin taqdim etamiz. Kinoda qanaqa yangiliklar? Kinoda xudo xolisa afsonaviy partizanimiz haqida, Mamadali Topfoldiyev, Kazbek, Aziya Arsloni haqida ham film suratga olindi. Hozir dublyaj jarayonlari tugadi. Xudo xolisa keyingi yil taqdim etiladi. Qancha bo'lgan adashmasam bo'linganda, to'g'rimi? Ha, bir 3 yilcha bo'ldi suratga olingani. Endi 41-yil. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Belarusiyada suratga olindi. Shunga kutib qolamiz. O'zimiz ham kutyapmiz. Muxlislarga yangi tilaklar. Hammani xonadoniga baxt, omad, sihat, salomatlik, tinchlik tilab qolardim. Sababi tinchlik bor joyda to'y bo'ladi, bayram bo'ladi, konsertlar bo'ladi. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat sizga. Davron Kabulovdan taklif keldi. Minisaxon Sitora guruhi bilan birgalikda duet aytsangiz bo'ladimi? Deshganda albatta bu meni eng katta orzum bo'lgan yoshligimdan. Shu uchun men katta yoshligimda katta muxlisi bo'lganman Sitora guruhini. Ayniqsa o'zimning xonamda butun xonam ularni plakatlarida bo'lardi, rasmlarda. Ayniqsa Kamilani sevardim, chunki Kamila bilan juda o'xshash chehramiz bor. Va mana shunaqa orzuga yetdim. Va albatta ko'rib turibsizlar, odam orzu qilsa va albatta orzulariga erishadi. Aytishadi-ku, yaxshi niyat yarim mol yoki yarim davlat. Вот, да, shu uchun ishoning, shu uchun orzulariga ishonish kerak va albatta ular ijobat bo'ladi. Eng asosiysi mana shu qalb bilan, yurak bilan, chin yurak bilan islash kerak. Shunaqa gaplar, Sitora guruhini sevamiz va men shu maqsadimga yetdim va mening orzuyim ushaldi. Shunaqa gaplar. Sizga kuz oyida konsertlarda qilganingiz bahorda, kinoda konsertda. Menda kichkina farzandim, shu uchun sal katta qilib olishim kerak. Chunki men juda ham kam vaqt ajratyapman farzandimga. Shu uchun sal katta bo'lsa, xudo xolasa, balkim 26-yil beramiz, konsert ko'ramiz. Lekin konsert Humoda bo'ladi faqat bir kun. Xayr, maktabim. O'shanga sizlarga bitta yangiligim bor. Ravshan Sobirov bu yil ham kela olmadilar. Lekin bizada duetdosh bor. To'g'rimi Laylo? To'g'ri. Bizada bitta podskazkamiz bor. Bu mashhur aktyor. Kim ekan topinglar? Kim? Juda brutalniy aktyor. Chiroyli. Voy bola.
Qani bu yoqqa kelingchi, mikrofonga yeting. Kim biladi? Kachok. Bilmayman. Balkim. Hozir o'zingizlar bilib olasizlar, ko'rasizlar. Qani ketdik. Tayyormisizlar maktablarga qaytishga? Qo'shiq kuyladi. Judayam baxtiyorman. Oilaviy sevamiz. Rahmat, Sitora guruhi. Sizga Kattakon rahmat, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizani konsertimizga kelganingiz uchun. qarsakinglar. Sevamiz. Ulug'bek Qodirov. Rahmat sizga. Har kuni a'lo darajada biza uchun o'tadi konsert. Biza albatta hayajonlanamiz judayam. Chunki qo'shiq aytishimiz kerak, yana o'yin o'ynashimiz kerak, qayerdan chiqishi, qayerdan kirishi, hamma narsa ko'p zadachalar boshda qolish kerak. Konsertlarni birinchi kuni asosan imtihon sifatida o'tadi. Repetitsiya deymiz. Ikkinchi kungi seansdan keyingi his-hayajonlar qanaqa? Bilasiz, Ancha o'rgandinglarmi? yo bilasizmi, bugun hayajon ko'proq. Voy bilmayman nimaga, lekin men bugun o'lib qolay dedim. Bilmayman, men juda ham hayajonlandim va o'ylaymanki ertaga unaqa bo'lmasligini. Mana o'sha mashhur qo'shiqlar bu safar faqat yangi duetdoshlar bilan bo'ldi. Mana shular haqida ular bilan ishlash qiyin bo'lmadimi? Mana Yo'q. nabarot Hamma duetdoshlar yaxshi, hamma mashhur bizani do'stlarimiz do'stlarimiz va biza bundan faxrlanamiz, duetdoshlarimizdan. konsertdagi yana eng bir populyarniy chiqish bu albatta Leylani chiqishi bo'ldi. Ha. Qo'rqmadingizmi umuman mana shu sahnada? uyalganman. Bilasizlarmi, Savollar bor. tepalikka chiqish bu spesialniy kostyum bo'lishi kerak edi. Hamma odamlar o'ylaydiki, bu oson ish deb. Lekin bu ishni hamma qila olmaydi. Bu kostyum prozrachniy emas. O'zinglar Bu mana ko'rib turinglar. Bu kostyumda emas, o'zingiz qo'rqmang. ne, endi biz o'qiyapmiz-da, kommentariylarni ham ko'ryapmiz. Voy nimaga mana bunaqa kostyum, bunaqa kostyum. Odamlarga aytmoqchiman, sizlar konsertga nafaqatki kostyumni ko'rishga kelmayapsizlar. Sizlar fanat sifatida bizani ko'rishga kelyapsizlar, bizani qo'shiqlarimizni eshitishga kelyapsizlar. O'shaning uchun o'ylab ko'ringlar. nakipela. O'ylab ko'ringlar. Siz o'zingiz nima degan Yozganda. bo'lardingiz? U yozgan. Menga farqi yo'q. Baribir. Kichkinagizdan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Chunki hamma ham qilolmaydi, Yo'q. uddasidan chiqa olmaydi. Shu bo'yicha gapiraversangiz. Ты с детства занималась развитием? Yo'q. Bir oy. Bir oyda Men shunaqa natijaga. juda talantli. Yo'q, lekin Laylo bizada sportivniy qiz. O'zingizlar bilasizlar, постоянно sport bilan shug'ullanadi va sirkka qatnashgan va o'rgangan. Juda ham zo'rman deb o'ylayman. Bu tryuk hech kim qila olmagan, lekin estradada birinchi marta bunaqasi. To'g'rimi? Bo'lmagan, birinchi marta homiladorman chiqqanman. O'zbekiston estradasida. Birinchi marta Laylo gimnastika bo'lib chiqqan. Shundan Kamilani o'rnini qaysidir ma'noda o'sha boshqa xonandalar bosib turishdi. O'z umuman duetdoshlarning o'rni qanchalik bilinyapti? Kamilani o'rnini duetdoshlar bosmadi. Biza nimadir o'ylashimiz kerak edi. Qiziqarli narsalarni va biza shuni o'ylab topdik. Lekin hammanglar bizga savol bergansizlar konferensiyada. Kimdir chiqadimi? Men bergan edim. Mashhur odamlar kim bo'ladi? Mana sizga ответ savolingizga. Surpriz qilgansizlar demak. Endi qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Duetdoshlarni qaysi kriteriyalarga qarab tanladinglar? Masalan, Munisni. Munisa Rizayeva, Munisa Rizayeva bizani do'stimiz. Juda ham yaxshi san'atkor, ovozi kuchli, chiroyli va qo'shiqqa kelganda biza qaysi qo'shiqni Munisa bilan kuylaymiz deganimda Laylo srazu esimga tushdi. Eshitmaydi, endi faryodim zo'r chiqdi. Juda ham yarashdi Munisaga shu qo'shiq. Yangi talqinda bo'ldi. Yaxshimiz so'rashyapti. Omad tilaymiz keyingi kunlarda. Hammanglarga kattakon rahmat. Juda xursand. Rahmat. Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Sun'iy energiya. Rahmat. Ko'rishguncha. Bitta rasm Eshitmaydi.